Akalar, bu safar Frans futboliga juda ham qiyin bo'ladigan bo'ldi. Oltin to'p masalasida xo'p 5 ta variantlar ko'rib chiqamiz. Asosiy nomzodlar. Xo'p, birinchi o'rinda Kylian Mbappe hamma ligalarda to'p urar bo'ldi. Jahon chempionatida ham xususan 10 ta gol urdi, eng yaxshi to'p urar bo'ldi. Ikkinchi o'rinda stabillik bo'yicha Harry Kane. Himoyaga ham qaytadi, yarim himoyada ham o'ynaydi, hujumda ham gollar uradi, doim stabil. Ikkinchi o'ringa buni qo'ysak bo'ladi. Uchinchi o'ringa esa Lamine Yamal. Lamine Yamal ham yaxshi o'yin ko'rsatdi, lekin jahon chempionatida nimagadir yorqin o'yin ko'rsatmadi, o'zini darajasida o'ynadi, o'zidan zo'rroq darajada o'ynamadi. 3-o'ringa qo'ysak bo'ladi. 4-o'ringa hop Lionel Messi. Messi Argentina terma jamoasini jahon chempionati finaliga olib chiqdi, lekin finalda yaxshi o'ynay olmadi ayrim sabablarga ko'ra. Kommentariyaga yozib ketasizlar bilganlar. Xo'p, 5-o'rinda Rodri janoblar Ispaniya terma jamoasi bilan chempion bo'ldi va jahon chempionatidagi eng yaxshi o'yinchi bo'ldi. 0 ta assist, 0 ta gol bilan. Lekin buni yaxshi tomoni bor Rodrining. 790 ta hali jahon chempionati tarixida bunaqa uzatmalar bo'lmagan ekan. Aniq uzatma 790 ta bo'lgan Rodri tomonidan. Shu sababdan oltin to'p nomzodlar qatoriga kiritsak bo'ladi va sizni nomzodingiz qanaqa, yoki Mbappe yoki Messi yoki Yamal yoki Kane yoki Rodri qaysi biri oltin to'pni olishi mumkin? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib keting, obuna bo'lishni ham unutmang.